kattakon, katta tog'alarga rahmat. Oxirgi raund kamlik. Voy, Jamila. Hammada. Молодец. Gavio. Молодец, молодец. Doktor Hacım, Hamad. Doktor Hacım, Hamad. Bratishka, onaxon bormi? Onaxon oldingdanmi onaxon? Ha? Onaxonni chaqirdi. Onaxonni chaqirdi. Onaxon chaqirdi. O'g'lim men qarashdim balkon. Ulug'aygan muborak bo'lsin o'g'illar Sardor. Qayerga? Bilet yozib o'tirgan, biletni yozishchi. Shunga Joningiz sog' bo'lsin. Kattakon rahmat. o'g'illar salomat bo'ling. Kattakon. Mayli, rahmat sizga tog'a. Mayli, men ham tushdim, charchamang. Mayli tog'ajon, rahmat. Paddashkal uchun yorvordinglar. Addush Bo'pti, Sardor og'a, men ham ketdim. Eshitaman aka, assalomu alaykum. Молодец. Onasimisiz? Shu bolani onasimisiz? Ha, Sherzodni oyisiman. Kamerani bitta ochsinchi, siz ko'rinmasangiz ham. Sherzodbek? Ha? Yaxshi, kamerani oching. Ha? Onaxon nima ish qiladi, onaxon? Onaxon uyda o'tiradi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tog'am mujik. Xursand. Shil. Xursandmisan, Sherzodbek? Hammada. Gap yo'q. Akalar, opalar baravar 50 ka qilib qo'yaylik. Mana shu bratishkam bitta 30 ka bilan, 37 ka bilan tushib ketmasin shaqdan. Bitta 50 ka qilib qo'yaylik oz-ozdan. Nima bo'lsa? Bitta 50 ka qilib qo'yaylik. 50 ka baravar qilib qo'yaylik. Yaxshi kunlarga ishlatsin, mana onaxoni bor ekan bir. Onaxoni mana qarashib, narsa qilib, ro'za kunida xudo xolasa savob mana. Juda katta savob. Bosinglar tog'alar, bitta 50 ka. Bosinglar, tamam, go. Ketdik o'g'lar. Bir mayda savob bilan tushib ketmasin biz. Tog'a. Hamma. Bitta chiroyli duo qilib qo'ysin onaxonga ayt. Mana shu xalqimizda duo qilib qo'ysin mana ro'za kunida. Chaqildi. Tog'am muji, tog'a. Hamma. Duo qilib qo'ying. Xalqimizda. Aka-ukalarimizni, musofirlarimizni bitta chiroyli duo qilib qo'ying. Hammamizni bitta chiroyli duo qilib qo'ying. Ilohim hamma o'ylagan yaxshi niyatinglarga yetinglar. Tinchlik, xotirjamlik, baxt, omad, daromad hech qachon sizlarni tark etmasin. Ota-onalarni baxtini ko'rib yuringlar, ota-onalar ham sizlarni baxtinglarni ko'rib yursin. Ishqilib, nimaiki yaxshi niyatinglar bo'lsa, hammasiga yetib yetishib yuringlar. Ko'p ehson qiladigan pir va badavlat bandalardan bo'linglar. Allohu akbar. Hamma doktor ajab. Akalar, opalar, mana shu ro'za Ramazon oyida kimki niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Farzandsizlar farzandli bo'lsin. Kambag'allar boy bo'lsin. Hamma nimaiki niyat qilgan bo'lsa, hamma niyatiga yetib yursin. Mana bu ro'za Ramazon kunida bitta mana shunday insonni ko'ngliga, yuziga tabassum ulashyapmiz. Bizani Allohim xursand qilsin. Kim ehson qilayotgan bo'lsa, hammasi Allohning ajrini olsin. Sizlar eng zo'ri sizlar. Kim nima desin bizni? Kim bizni yomon ko'rsin, kim bizni o'zicha kamsitsin, kim o'zini ustun qo'ysin, kimdirlar chiqib olib turib, meni pulim ko'p, men uman, men buman degan gaplarni qilsin, lekin biz oldindamiz. Biz odamni qadrini pulga o'lchaydigan inson emasmiz. Sizlarni hurmat qilaman, sizlarni yaxshi ko'raman. Bobolar 5 ga qoldi. 5 ga, 50 ga shunday chiqaraylik shu yigitni. Bosinglar 50 ga, ketdik, go. 50 ga o'g'il. 50 ga. Ketdik. Ozgina qoldi. Sherzodbek, xursandmisan ukam? Qara nasibing ekan-da, qara shuncha insonning ichidan bitta senga chiqdi. Qara jackpot. Hamma chaqildi.
Ahmad. Beshga. Asiyaxon, rahmat. Acha. Ye. Ye Allah. Sultonim meni. Sultonim meni. Sulton og'am meni. Assalomu Ahmad. rahmat. Rahmat, rahmat. Abdushi rahmat. Ukajon, salomat bo'l. O'zing ehtiyot qil. Tog'a. Ahmad. Ahmad. Davay, salomat bo'l.